Bismillahirrahmanirrahim. Yang o'qim ingliz tilining birinchi qism birinchi dars. Whose handbag is it? Bu kimning qo'l sumkasi? Oldi bilan tekstni olayli. Excuse me, Yes. is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Tarjima qilsak, excuse me degan kechirsiz degan gap. Yes, nima deysiz? deb qaytlab so'rabdi. Is this your handbag? Bu sizning qo'l sumkangizmi? Handbag ayolcha sumka. Pardon? Pardon degan gapingizni yana bir qatim danga, tez yaxshi anglamadim yoki tushunmadim degandek gaplar. Is this your handbag? Bu sizning qo'l sumkangizmi? Yes, it is. Shundaq u mening qo'l sumkam, ya'ni yes, it's my handbag degan gap. Thank you very much degan siz ko'p rahmat degan gap. Lesson 1 dagi yangi so'zliklar. Excuse apu qiling. Me, men. Ya'ni to'ldirg'uch kelgan holati. Yes degan shundaq degan gap. Is degan uchinchi shaxs birlik ishlatadigan qo'shimcha. This bu. Your sizning yoki sizlarning ikki xil ma'nosi bor. Handbag ayolcha qo'l sumka. Pardon? Yani bir qatim degan bo'lsangiz bo'pti-ki, kechiring degandek ma'nolarda. It degan u narsalarni ko'rsatadigan. Thank you sizga rahmat. Very much degan night back degan gap. Thank you very much bo'lsa sizga ko'p rahmat degan bo'ladi. Tekstni yana bir qatim olib o'taylik. Excuse me, Yes. is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much.